Bozorda yolg'on bo'lmasin. Molni sotsang, aybini aytib sotishga olma, big'illataman mazgiylar. Assalomu alaykum aka. Alaykum assalom. Eri xotin bitta mashina olmoqchi edik. Aha. Toza deyishyapti. O'zingiz bitta ko'rib bering. Mana shu toza mashinalardan yomon zerikdim. Baqa yurchi? Assalomu alaykum hoji aka. Yaxshimisiz aka, tuzimisiz? Mashina 2024, kraska toza, 0 probeg. Nimaga 5000 dollarga berib o'ryapsiz? 5000 dollar boshlang'ich narxi. Qolgani 50 yilga 500 dollardan xolos. Orasini hamsan. Necha yoshga kirding? 20. 50 yildan keyin 70 ga kirasanmi? Mashinani uziboq o'laverasan aka. Uka baqa yur. Boshqa mashina ham bor hoji aka. Tavba qildimi? Imindan qora mashina olishing shartmi? Katta bola bo'lmoqchi edim-da. Katta bola bo'laman deb bozorga latta bolaligingni isbotlab qo'ymagin. Mana buni ko'rib beringchi. Buni ism familiyasi nima ekan? Keling hoji aka. Bu to'choq ham o'zimizga qarashli. Aptekachi mingan 2015-yil. Atiga 10 ming probeg yurgan xolos. Voy, zo'r mashina ekan-a. 2015-yil bo'lsa, inasini erda 10 ming probeg bo'lam aka. Ha, ishiga borgan kelganda hoji aka. Nima, shunda aptekasi uyda bo'lganmi? Aldayapti, yur baqa. Usta aka bo'ldi. Mana shu mashinani olsam ham olaman, olmasam ham olaman. Menga farqi yo'q, qara. Aka qancha deyapsiz? Aka buni narxi bo'lishi 14 ming. Muncha qimmat aka, 14 mingga nima bola? Hoji aka, hozir jentralar narxi oshgan, uni ustiga masla, navro'dlari qilingan. Mayli, olaylik, mana puli. Berib yuboring bu. Menga farqi yo'q, shashilyapsan bola. Aka mana 14 ming baraka. Bo'ldi, rahmat. Dadasi green kartam chiqdi, endi Amerikaga ketamiz. Yo'q, rostdanmi? Ha, bizga mashina kerak emas endi. Aka, bo'ldi, pulni bering, chuchvaratmen. Bu sizlarning mashinalaring. Baraka bo'ldi hoji aka. Nima? Bularning basharasi endi ochilyapti. Bo'pti, qaytarib sotamiz 14 mingga. Ha. Yo'q hoji aka, 14 mingga qimmat. 7 mingga bo'lsa olib qolamiz. Jentralar narxi hozir tushgan. Nimaga 2 mingta tushib ketdimi? Yarim pulini aytyapsiz. Qarang, 70% kraska. Kapot almashgan. Uni ustiga 2 marta yumalagan. Butun bozor biladi. Navrotlar ham bor buni. Hoji aka, xohlasangiz navrotlarni yechib oling. Isming nima edi seni? Mishka. Mishka emas, mashka degi to'g'riroq bo'ladi. Endi kuching boricha mana shu bozor bo'ylab qoch uka. Nimaga? Yetib olsam 14 ming dollarlik big'illataman, mana aka. Voy hoji aka. Voy hoji aka.